36-mavzu eringizni oilasini hurmat qilishingiz, eringizni hurmat qilishingizdir. Turmush o'rtog'ingiz, uning oilasidagilarga chiroyli muomala qilib, ularni hurmat qilib qadrlaganingizni his etganida qanchalar huzurlanishi va sizga nisbatan samimiylashganini siz tasavvur ham qila olmaysiz. Chunki bunday muomala bilan siz aslida eringizga hurmat ko'rsatayotgan bo'lasiz. Bundan keyin albatta sizga muhabbati oshadi. Juftingizning oilasi bilan ora-sira bo'lsa ham kelishmovchilik yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan holat. Faqat shu tushunmovchiliklarda sizning ularga hurmat ko'rsatishingiz o'ta muhim. Mehmon bo'lib kelsalar, ularga mehmondorchilikdan charchaganingizni yoki to'yganingizni mutlaqo sezdirmang. Aksincha, ularni kulib, xursand holda kutib oling. Buni Alloh uchun qiling. Katta savobga ega bo'lasiz. Amin bo'lingki, bunday muomalangizni ko'rib, ular barcha kelishmovchiliklarni unutadilar. Sizni ham qadrlaydilar. Bu eringizning oilasiga aloqali tavsiyadir. Eringizning oilasini hurmat qilish, yaxshi ko'rish, ularga mehribonlik ko'rsatish, eringizning xizmatida sabr bilan davom etishingiz tabiiy holat bo'lgani uchun buni yana eslatmay qo'ya qoldik. Ba'zan ayol shavq va zavq bilan qilayotgan ishiga qaynonasining dakki va tanbih bilan qo'shilib turishi, uning davomiy nazoratidan to'yib, hayotini yo'lga qo'yish niyatida mujodala qilib, u mening hayotimni buzyapti, qanday qilib unga hurmat ko'rsatib yaxshi ko'ray, deyish mumkin. Bunday holatdagi ayolga qaynonangizga yaxshi muomala qiling. U sizga qilgan yomon muomalani siz unga qilmang. Chiroyli holatda unga tushuntiring. Umid qilamizki, Alloh taolo sizning vasilangizda u ayolning fe'lini tuzatadi, deb tavsiya qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimning Fussilat surasi 34-oyatida shunday marhamat qiladi. Yaxshilik va yomonlik barobar bo'lmaydi. Sen yaxshilik bo'lgan narsalar bilan yomonlikni daf qil. Shunda ko'rasanki, sen bilan orasida adovati bor kimsa, sen bilan sodiq do'stdek bo'ladi.